Assalomu alaykum. Bo'ydoqlar emas. Endi bu murojaat onaxonlarga bo'ladi-da. Mehribonlarim, onaxonlarim, ha 2025 da ham o'tkazib yubordilaringizda, o'g'lingizni uylantirmadingizda, mana o'tib ketdi 1 yil ham. Onajonim, nevaralarni o'ynatib, buvijon bo'lishni xohlamayapsizmi? Ha bu dugonalaringiz hammasi bittadan, ikkitadan, uchtadan nevara bo'lib ketdi-ku. Siz qolib ketyapsiz-ku. Ha bu o'g'ilni uylantiring endi, bo'ldi endi. Turing, o'tirmang. Ha dugonangizmi, ko'z ostiga olib qo'yganingizmi? Qizlar bor-ku, kuzatib o'tirasiz. Ha bittasini shart ushlang endi, bo'ldi endi. Nevara boqish payti keldi, o'ralashib, onaxon. Assalomu alaykum, hurmatli Bo'ydog'iddin Qopketdiyev. Siz o'zingizni uddabiron, chaqqon, bo'ydoq radarga tushmayman deb o'ylayotgan bo'lsangiz, xato qilasiz. Chunki bu yerda o'zini ustalari, ishini ustalari xizmat ko'rsatyapti. Yerga kirib ketsangiz, qulog'ingizdan, osmonga tushib ketsangiz, oyog'ingizdan tortib pastga tushirib olamiz va bo'ydoqlik botqog'idan sizni xalos qilamiz. Siz o'zingizni bu joyda qolib ketaman deb xomtama bo'lmang. Men kuzatuvdaman. Shunday qilib to'xtalaman sizni baribir. Bo'ydoqlik abadiy emas. Pro Max'larimiz ham turishibdi. Hozir mana bitta bo'ydoq xudo xolasa tushdi. Mana lokatsiyasini tashlab berishdi, ketyapman. Bo'ydoq radarga tushgan baxt mashinasida bugun xudo xolasa vizillatib badarg'a qilishga shaylanganmiz. Sizni ham navbatingiz kelib qolyapti. Hushyorlikni oshiring. Assalomu alaykum. Voy mehribon baqaloqlarim. Ana bir qilib payt kommentariyalarni o'qib jinni bo'lib qolaman-da. Mashinangiz bunaqa deb kommentariya yozganlar, uyiga borib qolsa ham borib, yo arendaga mashina minib yurgan bo'ladi. Yoki eski bir qiynalib qo'ygan mashina ichida qilib yurgan bo'ladi. Lekin hali aytadi-yu, uyiga borsang tandiri yo'q, lekin itini oti Shohjahon. Voy, o'lib qolaman-da, haligi eskilarning gapi ham esimga kelib ketadi-da. Ishtoni yo'q, tizzasi yirtiqqa kuladi deydi-da. O'shaning uchun men kommentariyada yozayotganlar kulgi bo'lmanglar. Bunday olib qaraganda, hali ham tasini kommentariyasiga yozib qo'ying. Aka, mashinangiz eski ekan, deb yozib qo'ygan ekan. To'g'ri aytasiz, meni mashinam eski, o'zingizni veligingiz zo'r dedim. Sizni veligingiz oldida meniki eski dedim. Tavba qildim, astag'firullah. Ajoyib, odam zo'r. Yaxshi bo'laversin. Akalar xursand bo'linglar. Har doim birovni mehnatidan xursand bo'lish kerak. Birovni aybini to'xtatish kerak emas, birovni mehnatidan xursand bo'lish kerak. O'shanda Xudo beraveradi. Biz misol uchun birov bitta narsa olsa, bitta narsa kiysa, "Voy, молодец, yarashibdi, zo'r bo'libdi, aka, Alloh bersin, hammadan ziyoda qilsin" deyiladi. Bu haqiqiy musulmon odamning ishi bo'ladi, haqiqiy dindor odamning ishi bo'ladi-da. U haligi jo'xtlardan o'rganib olib, birovni qilish noto'g'ri narsa. Ukajonlarim, sizlarga yarashmaydi. Yarashadigan odam har doim birovni mehnatidan xursand bo'luvchi inson bo'linglar. O'shanda Alloh sizlarga ham beradi. Men buni bir kibrdan yo'q bu narsadan emas, kulganim uchun aytyapman xolos. Haqiqatdan, lekin chin dildan xursand bo'laman. Yaxshi yozsa ham, yomon yozsa ham chin. Men xafa bo'lmayman, lekin nervlarim betondan-da. Nimadan xafa bo'lamiz? Hammamiz bandamiz.